Eng nafis tortlardan biri krasniy barxit tortini tayyorlaymiz. Buning uchun yumshoq saryog'ni 2-3 daqiqa ko'pirtiramiz. Shakar, vanilini aralashtirib, oz-ozdan qo'shib boramiz. Eslatib o'taman, hamma masalliqlarimiz uy haroratida bo'lishi shart. Va hidsiz o'simlik yog'i qo'shib, bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Tuxumlarni esa mana shunaqa navbatma-navbat solib, har bitta solganimizda yaxshilab aralashtirib, keyingisini qo'shamiz. To'liq retseptni esa opisaniyada yozib qoldiraman. Bir chindim tuz qo'shish ham esdan chiqmasin. Quruq masalliqlardan un, kakao razrixlitelni aralashtirib olamiz va kefirga qizil krasitel qo'shib tayyorlab olamiz. Tayyorlab olgan sariyog'li massamizga avval quruq masalliqlar, keyin kefir 2-3 etapda bo'lib, birin-ketin qo'shib boramiz. Shu bilan oxirida quruq masalliqlar bilan tugatamiz. Biskvit xamiri tayyor bo'lgandan keyin 4 qismga bo'lamiz. Manda har bittasi 335 grammdan chiqdi va buni navbatma-navbat qizigan duxovkada 160 gradusda 15-20 daqiqa pishirib olamiz. Eng yaxshi ko'rgan kremlarimdan biri bu krem chiz, tvorojniy sir, shakar upasi hamda qaymoq qo'shib qattiqqina krem tayyorlaymiz. Ana endi asosiy ishga o'tamiz, tortning sborkasiga. Bu korjlarni propitka qilish shart emas. Videoda ko'rib turganingizdek, shunaqa kremlab, korjlarni ustma-ust terib chiqamiz. Ichiga o'zingiz xohlagan konfityurlardan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, qulupna yoki-da malina. Ustini esa fantaziyangizga asoslanib bezatishingiz mumkin. Yoqqan bo'lsa, albatta yaxshilarim duo qilishni unutmang.